Hasi Matluba opa, kuy qo'shiq hamisha insonga nima beradi? Ruhiyat beradi, shunday emasmi? Albatta, این لایحه اجرا من باوری دارم که برای همه مخلصان ما یک لایحه دوست داشته می باشد، چون که این ساحه صنعت، ساحه من همون موسیقی، سرود، صوت و نوا است و من باوری دارم که الکی مخلصان حاضر انتظار ما می باشند. لیکن زخرفان گفته گذاشتن در کار مهمان استودیوی ما کی هستند و بار دیگر یک رقم های تلفنی رو گفته میگذاریم و همون لایحه اجرای البته یک جای سر میکنیم. Albatta, demak qo'ng'iroqlarimiz, telefon raqamlarimiz aniqrog'i 65 kodi bilan 223 96 18 223 98 38 telefon raqamlari sizga muntazir. Bizning mehmonimiz 40 yildan buyon ortiq vaqt mobaynida desak ham bo'ladi, san'at yo'lini tutib, astoydil mehnat qilib izlanishda bo'layotgan aziz demak bizning san'atkorimiz O'ktam Boltayev. Assalomu alaykum, xush ko'rdik sizni. Assalomu alaykum, hurmatli Buxoro teleradio kompaniyasining FM 101 loyihasini boshlovchilari, qolaversa muxlislar. Albatta. O'ktamjon, mana sizni bilamiz, mana shu 40 yil vaqt mobaynida siz san'at yo'lini tutgansiz, to'g'rimi? Qo'shiqchilik, mana shu demak uning murakkab yo'lini bosib o'tgan insonsiz. Siz Shofirkon farzandi. Mana Toshkent madaniyat institutini tamomlab, albatta mana yosh avlodga ta'lim tarbiya